Ha. Güzel bir. Böyle. Hep. Glass. Garfield. Rahmat, Allah razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 6-fevral Toshkent Jidda yo'nalishida kelgan ziyoratchilarimizni Xurmo bog'ida mehmondorchilikka kelyapmiz mana. Samoyi arozi ofatdan saqlasin. Hammamiz xonadonimizga eson-omon borishni nasib ro'zi qilgan. Mana bu hoji ota, hojilarning ham hamma yana qayta berdi, kelishni nasib qilsin. Vaqt bo'lib qoldi. Bu yerdan agar kutzaliga to'xtatmasa, to'g'ri ravzaga olib kiradi. To'g'ri kirib ketsa yana yaxshi. Bo'lmasa kutzalida 2 rakatdan tahiyat namozini o'qib, payg'ambar alayhisalomga salovat aytib turamiz. Hozir bu yerda kuchlilar ham shunday qilamiz. Sabab bir mehmonni oldiga borib, mezbonni oldiga borayotgan odam mehmon nima qiladi? Shu mezbonni ko'ngliga yoqadigan bir narsa ko'tarib kiradi. Bizda bori hozir salovat. Salovatlarimizni go'zal qilib, chiroyli qilib aytib turib, payg'ambar alayhisalomga qancha kerak ko'p salovat bilan kiramiz va 2 rakatdan namozni o'qib, tahiyat masjidni yana salovat aytib turamiz. Ravza-i muborakka yuringlar deganda kirib 2 rakatdan namoz o'qiymiz. Juda ko'pchilikda bo'ladi 4 rakat, 6 rakat, politsiyachi tur desa ham bu o'zini majburlab o'qiydi. Unday emas. 2 rakatdan namoz o'qiymizda eng xotirjam joy mana shu joy. Payg'ambar alayhisalomga salovat aytishga, salom berishga. Ya'ni qabrlari chap tomonimizda qoladi kirganimizda. Payg'ambar alayhisalomni bilganimizcha, lug'atimizni boricha assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, assalomu alaykum ya Habiballoh, assalomu alaykum ya Nabiyalloh, assalomu alaykum xotamul anbiya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك. Kelaverilar. Ana endi to'xtaymiz endi. Endi qarab, Ka'baga qarab birinchi qilgan duo ijobat. Qaranglar Ka'baga duo qilinglar. Qalbingizdan nima niyatingiz bo'lsa duo qiling. Yigirma 22-yanvar kuni Toshkent Jidda yo'nalishida kelgan hojilarimizni mana Arafat tog'idamiz.
Qalay bo'ldi hojidalar, sayohatlar? Yaxshimi? Zerikib qolish yo'qmi? Yaxshi. Sog' bo'linglar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. 23-yanvar Toshkent, Madina kelgan hojilarimiz. Hoji akalar, qalay sayohatlar? Yaxshimi? Sog' bo'linglar. Xurmo daraxtini shivo baxshligi Madina ajva xurmosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimiki ajva xurmosidan bir kunda 7 dona yesa unga seher zahar ta'sir qilmaydi deganlar. Yana qaysi dasturxonda 7 dona ajva xurmosi tursa o'sha dasturxonga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 23-yanvar Toshkent Madina yo'nalishida kelgan ziyoratchilarimizni Tan'im, ya'ni Masjidil Oysha onamiz masjidlariga kelib, mana umra qilishlik niyatida biz yana bir bor. Bo'ling qizlar. Mana unda qasam. Ben bilmiyorum. Bunu da soracaktım.